qachon bolajon ovozlarni eshitishi boshlaydi? Odatda 12-14 haftada bolajon ma'lum bir vibratsiyalarni eshitishi boshlaydi. 24-haftasida esa ona va otani ovozini tanishi boshlaydi. Demak, hozirgi paytda o'sha vibratsiyalar ona orqali bolajonga o'tib, barcha ovozlarni tinglash imkoniyati, eshitish imkoniyati paydo bo'ladi. Bolajonimiz onasidan faqat ijobiy emotsiyaga bog'langan ovozlarni eshitsa, uni rivoji ham, o'sishi ham normaga yaqin va normadan ham o'tib ketadigan holatda bo'ladi. Hamma bir salbiy emotsiyaga ega bo'lgan ovozlar, onajonni yig'lashlari, salbiy gaplarni o'zlaridan o'tkazishlari, hamma gaplashib javob berishlari, baland intonatsiyada bo'lishlar bolajonga nojo'ya effekt ko'rsatishi mumkin. Onalarga maslahat, bola bilan ijobiy intonatsiyada, mehr bilan gaplashishni 12 haftadan boshlang.